248 hadis. Abu Sufyan عن جابر أبو سفيان جابر خبرته قال أتى النبي رجل وهو يخطب bir vaqt bir kishi payg'ambarimiz yanına keladi. Ham payg'ambarimiz bu vaqtda xutba so'zlaydigan bo'ladi. فقال يا رسول الله رأيت البارحة فيما رأى النائم. Ey Allah'ın elçisi, bu kishi aytadi payg'ambarimizga, ey Allah'ın elçisi, men tunni yiqilganda tush ko'rdim deydi. كأن عنقي ضربت فسقط رأسي فتدخرج. Men tushimda o'zimning mo'ynimni kesib boshimni, ya'ni boshimning kesiluvini ko'rdim. Kimdir mo'ynima sug'ib, boshimning kesiluvini ko'rdim. Ham boshim tegarab tushib, tegarab ketdi mendan deydi. Boshim kelib tushib, mendan tegarab ketdi deydi tushimda deydi. Fattabag'tuhu fa akhadtuhu fa'adtuhu. Men boshim ortidan yugurib borib, boshimni tutib oldim da keri o'rniga qo'ydim deydi. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga ko'ra kulib jibaradi. فقال إذا لغب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. Agar birarigiz bilan shayton tunni o'ynaykan deb nashlaydi, shunday tushlar kiritib o'ynaykan, buning turida boshqalarga siylamagiz deydi. Bu tush turida boshqalarga siylamagiz deydi. Biz tush turida sizning oldagi darsda oldik. Shunga ko'ra agar shayton tushda ya'ni ma'nasiz tushlar ko'rsa ekan, ma'nasiz nashar, u shaytonning o'ynavi ham bu tushlarni kishilarga siylamagiz. Bu tushlarni kishilarga siylamagiz. 249 hadis.